to'yda bo'lib qolsam to'yingizga bormayman. Jaloliddin Ahmadaliyev to'yga bormasa sizlarga konsert qo'yaman deb kelishyapti. Bepulga Jaloliddin Ahmadaliyevning konsertida ishtirok eting. 13-dekabr kuni soat 16:00 da Sobiq Hamza teatri, hozirgi Qo'qon musiqa drama teatriga tashrif buyurib, bepul shvedskiy stoldan ziyofat, Toshkent shahridan tashrif buyurgan lazer shouni, bepul shou dasturlarini tomosha qilishingiz, Jaloliddin Ahmadaliyev qo'shiqlarini maza qilib o'zlaridan jonli ijroda eshitishingiz hamda Nur Texno Group kotyollarining 2026-yil modeli bilan tanishishingiz va 10 ta Smart TVdan birini yutib ketish imkoniga egasiz. Qaytaramiz, tadbirda qatnashish mutlaq bepul. Ushbu videoni do'stlaringizga yuborib qo'ying. Qancha ko'p do'stlaringiz bilan tashrif buyursangiz, smart televizorlarni yutib ketish imkoniyatingiz shuncha yuqori bo'ladi. Nur Texno Group o'z mijozlariga doim eng yaxshilarini tavsiya qiladi. 13-dekabr shanba 16:00 da ko'rishyapmiz. Yürek durmaz arang, chiroqlari rang-barang, to'yingiz